Hazreti İsa şagirdler bilan Yerusalimga yaqinlashib, Zaytun teg'ining etigidagi Baytboji va Baytoniya degan yezlarga kelganda, ikki shogirdini mundaq deb oldin avatdi. Sizlar oldimizdagi yezg'i beringlar. Yezg'i kiriblar, texi minilib boqmagan bir taxayning bog'liq tuganligini ko'rsizlar. Uni yeyishib, yetilab kelinglar. Agar biri sizlardan "Nemishqa bundaq qilsizlar?" deb so'rab qolsa, Rabbimizning buningga hojati tushdi. Bir damdan keyin qaytarib berdi. Danglar. Ular berib, yo'l ustidagi bir uyning darvozasi yonida bog'liq turgan bir taxayni ko'rdi. Ular tonni yeyishayotgan chog'da u yerda turgan ba'zi kishilar taxayni yeyishib, "Nima qilasizlar?" deyishdi. Shogirdlar Hazrati Aysoning deganlarini aytganda, yilqi kishilar ularga yo'l qo'ydi. Shogirdlar taxayni Hazrati Aysoning oldiga yetlab kelib, ustiga o'z chaponlarini soldi. Hazrati Ayso taxayga mindi. Nurg'un xaloyiqning ba'zilari chaponlarini, ba'zilari o'pchirdagi itlardan kesgan shox-shumbularni yo'lga poyandoz qilib soldi. Oldida mangan va kaydan agashganlar. Xudoga shukr. Parvardigorimizning nomida kayguchiga muborak bo'lsin. Ajdodimiz Davudning podshohligining izbosoriga muborak bo'lsin. Arshalodagi Xudoga shukrlar o'qilsin deb baqirishadi. Hazreti İsa Yerusalimga berib, markaziy ibodatxona ho'ylariga kirdi va hamma narsani ko'zdan kechirdi. Biroq kech kirib qolg'achqa 12 shogirdi bilan birga yana Baytoniyaga qaytdi. Etsi ular Baytoniyadan chiqqanda Hazreti İsa'nın qo'ziga ichib ketgan edi. U yiroqdagi baroqson bir tüp anjir darig'ini ko'rib, hech bo'lmaganda to'ng anjir bo'lsimi bordu deb uningga qarab mangdi. Daraxtning yeniga bog'inda yo'pilmoqdan boshqa hech narsa topolmadi. Bu anjir pishadigan vaqt emas edi. Hazreti İsa daraxtga, "Buningdan keyin hech kim sening mevangni yemagay" dedi. Shogirdlarimi buni angladi. Ular Yerusalimga keldi. Hazreti İsa markaziy ibodatxona ho'ylariga kirib, u yerda ilm setim qilayotganlarning hammasini haydab chiqishga boshladi. Pul tegishliganlarning shiralarini va kaptar sotuvchilarning o'rindiqlarini o'rib, mal ko'tirib olgan har qanday odamning ibodatxona ho'ylaridan o'tishiga ruxsat qilmadi. Bu xalqqa ta'lim berganda mundaq dedi: "Muqaddas yozmalarda Xudoning mening uyim butkul xalqlarning duo tilovatxonasi deb atalsin" degan so'zi yozilgan emasmi? Lekin sizlar uni bulangchilarning uvusiga aylantiryapsizlar dedi. Oliy ruhaniylar ve Tavrat ustazları bunu anlap, Hazreti İsa'nın uçukturup yetiştiğinin çağrısını izleyişe başladı. Ular Hazreti İsa'dan qo'rqatdi. Çünkü bütün halayık onun ta'limiga hayron edi. Kashqirolları Hazreti İsa bilan shogirdlari shaharning sirtiga chiqib ketadi. Etsi etiganda Hazreti İsa bilan shogirdlari anjir darig'ining yendi o'tib ketib yetib, daraxtning yildizidan qurib ketganligini ko'rishdi. Tünügünkü vaqani esiga olgan Petrus: "Ustoz, qarang, siz qarg'an anjir darig'i qurib ketibdi" dedi. Hazreti İsa ularga javoban mundaq dedi: "Xudoga ishoninglar. Bilib qo'yinglarki, kim bu taqqa qo'zg'al, dengizga tashlan desa va ko'ngli gumonlanmay, e'tiqodlarining amalga oshishiga ishonch qilsa, uning talibi ijobat bo'ladi. Shuning uchun sizlarga aytmanki, duo bilan tilgan har qanday narsaga erishdim deb ishoninglar. Shunda talabinglar ijobat bo'ladi. O'rinlardan turib duo qilinglarda birarsiga qo'saq ko'pinglar borligi yodinglarga kelsa, uni kechiringlar. Shu chog'da arishdagi otanglarmi sizlarning gunohlaringlarni kechirim qiladi. Sizlar boshqalarni kechirim qilmasanglar, arishdagi otanglarmi sizlarning gunohlaringlarni kechirim qilmaydi. Ular yana Yerusalimga qaytib keldi.
Hazreti İsa merkezi ibodatxona hoylarida aylanib yurganda, oliy ruhaniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollar uning yeniga kelib, siz qilayotgan ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilyapsiz? Sizga bundaq qilish huquqini kim bergan? deb so'rdi. Hazreti İsa ularga, men avval sizlardan bir savol so'ray. Sizlar uningga javob beringlar. Shu chaqda men bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytib beraman. Aytinglar-chu, Yahyo payg'ambarga ko'mildirish huquqini Xudo berganmi yoki insonlarmi? dedi. Ular o'zaro munozara qilishga boshlab, agar Xudo bergan desak, undaqda sizlar nima uchun Yahyoga ishonmadinglar? deydi. Biroq biz qandoqmi insonlar bergan deyalaymiz? Eshitdi. Chunki ular Yahyoni haqiqatan payg'ambar deb hisoblaydigan xalqdan qo'rqatdi. Buning bilan ular Hazrati Aysoga bilmaymiz deb javob berishdi. Undaqda menmi bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytmayman, dedi Hazrati Ayso ularga.